Mashina edit, mashina edit, mashina edit, mashina edit, qishloq edit, qishloq edit, qishloq edit. 70, 75, 14, 88, 69, 60. Va nihoyat do'stimni keyin keldim. Ey sen pulni bermaysanmi bola? Qancha bo'ladi? 15 ming. 15 ming mana olishingiz 1 2 3 4 5. Rahmat bu safar unutmada. Xo'p. Rahmat sizga ham. Ha, nihoyat 16 yoki nechanchi qishloq edi bu esimda yo'q. Yetib keldim. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Elder va meni videomga xush kelibsizlar. Men do'stimning qishlog'iga keldim. Mana bu uyda yashaydi va biz u bilan birgalikda dam olishga chiqmoqchimiz. La'natlangan o'rmonga. Hoy. Ha, salom Shon. Salom. Xo'sh, nima bo'ldi, keldingmi? Bag'rimga bir bosay do'stim. Da, davay. Xo'sh, boramizmi la'natlangan o'rmonga? Aha, u yerda aytishlaricha odamlar yo'qolgan ekan. Ha, men yoshligimda u yerda bir marta bo'lgandim va biz borishimiz kerak u yoqqa. Nima uchun? Bilish uchun aslida nimalar bo'lib o'tganini, balki har xil sirlarni ham ochishimiz mumkin bo'lar. To'g'ri. O'zi qayerdan eshitaysan bu haqida? Ancha avval bu yerga kelgandim. Dadam yuborgan edi akam bilan birgalikda. Xo'sh, shunda bizni bir jitel o'g'irlab ketgandi. Yo'q, ha, u crazy jitel edi. Chin ursin. Va bugun bugun o'sha kun bizni o'g'irlashgan kuni. Chin ursin. Qo'yir. Mana bu sabzlarni ol. Oy, bekor olding. Boshqa odamning qo'li tekkan sabzlarni olmayman. Nima uchun? Shunaqangi qoida bor. Qoida? Ha, ko'z tegadi. Ha, mayli, o'zing bilasan. Olmayman. Olaver o'zing. Ha, mayli, hech bo'lmasa tushundir, qanaqangi ko'z tegish. Shunaqangi gap bor. Hamma fermerlar shu qoidaga amal qilishadi. Qoidaga oddiy irim-sirim-ku. Men ham crazy jitilni irim-sirim deb bilardim. Shunaqa gaplar. Mayli, unda olaman. O'rmonga borganimizda pishirib yeymiz. Boshqa gap. Xo'sh, kech bo'lib qolyapti. Borarmiz balki, nima deysan? Ha, hozir ishim tugatib olay. Merdan ruxsat olamizda boramiz. Xo'pmi? Sabzilarni ham topshirishim kerak-ku baribir ham. Ha, to'g'ri. Keyin esa narsalarni sotib olamizda, sirazu o'sha o'rmonga, ko'lga. Okey, davay. Ha, o'zi charchamayapsanmi? Yo'q, mazza qilib keldim taksida. Qo'yil, janob mer, kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum. Kim bu? Bu mening do'stim bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Elder. Va alaykum. Biz dam olishga chiqmoqchimiz, maylimi? Albatta, faqat hech nimani yoqib yubormanglar. Yana oyligimni avvaldan bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti, ol, lekin ishingni yaxshilab qilasan. Aha, bo'ldi. Pulni oldim, endi ketik narsalarni sotib olishga. Davay. Meringiz yaxshi ekan, ha? Ha, qanday yaxshi? Ba'zida yaxshi, ba'zida yomon. Sen kutib turish yerda. Aha. Tak, mana bu yerdan sotib olmoqchiman. Qanaqadir jitel turibdi. Qiziq. Ha, mayli, narsalarni olib chiqaversin, biz esa kutib turamiz. Lekin qishloq juda ham katta ekan. Bu yerda adashib qolish hech gap emas. Bo'lishi mumkin. Ketdikmi? Qayoqqa? Narsalarni oldik, endi o'rmonga. Da, davay. Bu zo'r bo'lishi aniq. Vaqtga ehtiyot bo'lish kerak, chunki crazy jitel bugun chiqishi mumkin. Meni ishonchim komil, chunki bugun men 18 yoshga to'ldim. U meni bir marta o'g'irlab ketgandi va bu safar ham o'g'irlashga harakat qiladi. Sen shu yerdan biror bir qutilarni olib tur, narsalarni solishga. Yo'q, demak, seni u yerdan kim qutqarib olgan? Akangni ham aytganding. Ha, bir jitel. Ha, shu yerda ishlaydi. Yo'q, menimcha u oddiy o'yinchi edi. Notebookni ham olyapman, film ko'ramiz. Ha, davay. Xo'sh. Keyin u o'yinchimida jitelmidi shunday qilib? Ha, u o'yinchi edi. Aha, shunchaki juda ham avval bo'lgan. Men esimdan chiqib ketgan voqealar. Ha, yomon. To'g'ri aytasan, juda ham qo'rqqandik. U esa keyin crazy jitelni otib tashlagandi. Nima? Otib tashlagan bo'lsa, u qanaqasiga hozir tirik bo'ladi? Bilmasam, demak o'q yaxshi tegmagan. G'alati. Balki u crazy jitelni do'sti bo'lgandir, balki akasi, o'g'li. Bo'lishi mumkin. Buni bilib olamiz. Tak, stop. Nima uchun pushti palatka olding? Men bunga yotmayman. Nimaga? Sen ustingga qara, RGB bo'lib yotibdi-yu, mana bu Adidasni poloskalari. Ha, chiziqlar. Ha, endi lekin bu baribir ham erkaklarniki. Sen esa hozir pushti mana bunaqangi pink olib kelgansan palatkani. Boshqa yo'q ekan. Mayli, o'zing yozasan unga. Ha, mayli. Bo'pti, ketdikmi shu tarafga edi, ya? Ha, okey. Tak, stop. Mana bu uy. Jin ursin. Hoy, mana bu yerda qutilar bor edi-ya, tashlandi quyida. Ha, tomda bo'lishi kerak. Qarachi, hozir. Dakani, jin ursin, chiqa olmayapman. Tak, men yana ozgina ovqat olaman. Aha. Shungacha esa qutilarni olish kerak, chunki bir marta kelganimda mana shu yerga kirgan edik politsiyadan yashirinib. Jitellarni eshiklardan taqlab qochganimizdan keyin. Ha, qutilar turibdi. Mana yana bitta quti. Shularning hammasini olamiz va ketdik bu yerdan. Taksikin. Shon qayerda qoldi? Shon, shu yerdamisan? Xo'sh, bu yerda yo'qqa ko'rinadi. Shon, tushunarsan, qayerda qoldi ekan bu? Shon. Ha, ovqatlarni oldingmi? Oldim. Demak, ketishga tayyormiz. Ha, tayyormiz. Qutilarni olamiz va bu yerdan qochamiz. Vaqtgina qurol yo'q bizda. Instrumentlar bilan urib tashlaymiz agarda hujum qiladigan bo'lsa. Ketik men bilan tezroq. Shu tarafga aniq. Menimcha, ha, qani hozir ketamiz. Yo'q, boshqa tarafga edi. Shu tarafga edi. O'tgan safar borgandik. Ko'lmi? Ha, ko'l shu tarafda bo'lishi kerak. Men bu qishloqda yashamasam ham sendan ko'ra yaxshiroq bilaman shekilli. Nima qilamiz endi? Bo'ldi, shu yerda lager qilishimiz mumkin. Ha, lekin rostini aytsam qo'rqa boshlayapman, chunki qishloqdan uzoqqa ketdik va bu yerda rostdan ham
ham crazy jitel bo'lsa nima qilamiz? Instrumentlar bilan o'rta tashlaymiz o'zing aytganingdek. Ну да, bu yaxshi reja. Xo'sh, mana bu bu ayollarniki ekan-ku. Nima uchun hojatxonalikni qo'parib keldingmi? Ha, men bu yerda o'g'il bola deb o'ylagandim. Qoyil, meni rozvoy palatka olib keldi deb. Chodirmi? Ha, lekin chodir baribir ham rozvoy bo'lgani yomon. Ha, mayli, nima ham qilardik, yotsam yotaveraman-da. Mana bu boshqa gap bo'pti. Mana bu oq menga bo'ladi. Shuni yoniga mana bu oq palatkani ham qo'yman. Sen hattoki pushtirang yot qolib kelgansan. Menimcha sen bilan nimadir yashiryapsan. Mendan nimani yashirishim mumkin? Bilmasam, shu haqida bosh qotiryapman hozir. Ha, mayli, faqatgina yaxshilab qurda, himoyalangan bo'lish kerak. Da, hozir axir yashiklarni bekorga olib kelmadik. Ularni ham qo'yib chiqamiz chiroyli qilib, bizning yonimizga hech kim kela olmasligi uchun. Ha, biz geniylarmiz. Men geniyman, sen esa geniysan. Ha, mayli. Bilmadim nima bo'lyapti, lekin juda ham qiziq voqea. Ha, tak, bo'ldi. Mana bu yerga qo'ydik endi. Tak, stop. Mana bu yerga o'tirish uchun o'rindiqlarni qo'yamiz va bo'ldi. Olov qani edi? Olib keldingmi o'zi? Ha, mana bo'ldi. Olov ham joyida. Yaxshi, mana bu yerda turgani bo'lsin. Instrumentlar esa mana bu yerda. Ajoyib. Mana endi bu yerda yashashimiz mumkin. Necha kun qolamiz bu yerda? Dam olish kunlari tugaguncha dushanbagacha. Tak, bugun juma bo'ladigan bo'lsa, ancha-muncha bu yerda dam olishimiz mumkin. Deyarli 3 kun. Ha, tak, bo'ldi. Bu yerga esa stolni qo'yamiz. Uni ustiga esa tak, bu yerga o'rindiqlar. Baliq ovlashchi. Ha, baliq ovlash. Olib kelmadingmi? Yo'q, afsuski ilmoq olib kelmabman. Ilmoq emas, qarmoq. Ha. Tak, bo'ldi. Hozir mana bularni olamiz. Endi kovlashni boshlayman. Nimani? Tosh kerak bizga pechka uchun. Ha, olib kelmabman. Hamma narsani undasan. Tak, mana bu yerda kovlasak bo'ladi. Bu yerda ham kichkinagina ko'l bor ekan. Ko'l emas, bu ko'proq uraga o'xshaydi. Ura bu nima degani? Kichkinagina shunday suvli joylarni bilmadim o'zbekchasiga nima bo'ladi. Adashmasam botqoqlik. Yo'q, botqoqlik bo'lmasa kerak. To'g'ri. Lujitsa. Nima bo'lar ekan o'zbekchasiga? O'ylab ko'rish kerak. Balki ChatGPT dan so'rarmiz. Olib keldingmi telefon? Yo'q, men ham tabiat qo'yinda dam olish uchun telefon olib kelmaymiz-ku. To'g'ri, afsus. Ha, mayli, bo'ldi. Endi esa bu yerdan chiqishimiz kerak. Menimcha shuncha tosh edi. Oppa, bu nima bo'ldi? Qani? Rostdan nima ekan? Buzilish qiyin, mayli, tegmaganimiz ma'qul, tushmagan narsamizdan. Ha, mayli, qani bu yerdan chiqaylik endi. Oppa. Yaxshi. Ha, qishloqdan yana bir ikkita odamni olib kelsak bo'lar ekan. Balki ularning esdan chiqib ketmagan bo'lardi kerakli narsalarni olish. Ha, mayli. Xo'sh, bizga endi daraxt ham kerak bo'ladi, chunki hali qarmoq yasashimiz ham kerak. O'tin yoqish, o'tin uchun ham, chunki gulxanga yog'och tashlab turmasak bo'lmaydi. Ha, keyinchi nima keyin? Kelib qolsa crazy jitel. Axir o'zing aytding, men aytdim, instrumentlar. Ha, lekin sirni qanday ochamiz? Uni kuzatishimiz kerak axir. To'g'ri, uni kuzatmasak bo'lmaydi. Bilmasam, balki kameralar olib kelishimiz kerak bo'lgandir. To'g'ri, o'ylab ko'rish mumkin bu haqida ham, lekin unga ancha-muncha pul ketib qolishi mumkin. Senga aytsam, to'g'ri aytasan. Hozir kameralarim sun'iy intellektli bo'lgan, ichida qiziqarli narsalar bor. Masalan, yuzni aniqlaydigan. Ha, ancha vaqtlardan beri bor. Xo'sh, bu yerda buni olib tashlashimiz kerak. Salgina noto'g'ri qo'yibman. Mana bu yerga o'rindiqni qo'ysak, anaroq yotiqni, bu yerga esa yashik. Mana bunday zo'r bo'ldi. Ha, to'g'ri. Endi ixchamroq. Bo'ldi, menimcha shu yerda dam olishimiz mumkin, chunki hamma kerakli narsalarni qo'ydik. Endi esa baliq ovlashga qarmoq yasashni boshlaymiz. Davay, bilasam qanday qilishni? Yo'qda, shuni eslashga harakat qilyapman. Menimcha bizga hali yana ip kerak bo'ladi. Ipni qayerdan topamiz? O'ylab ko'rish kerak. Tun bo'lishini kutib, o'rgimchaklar paydo bo'lishini kuzatamiz va shulardan olamiz yoki shaxtaga tushishimiz mumkin. Fakellar yo'q-ku. Daraxt chop tayyorlaymiz. To'g'ri. Ha, baliq ovlay olmaganimiz yomon bo'ldi. Nimasini aytasan? Shunday zo'r qarmoq tayyorlagandik, keyin esa shtir ovozlar. Tak, eshitdingmi? O'rmondan shtir ovozlar kelyapti. Balki bu yerdan ketishimiz kerakdir. Menimcha crazy jitel keldi. Instrumentlarni olamiz va jang qilamiz. Yo'q, bu yerdan qochishimiz kerak. To'g'ri aytasan. O'rmondan qo'rqinchli ovozlar. Eshityapsanmi? Ha, o'rmondan qo'rqinchli ovozlar kelyapti. Shu narsani nima qilamiz endi? Narsalarni yig'ishtirib qochamiz qishloqqa qarab. Ha, men ham qo'rqib ketyapman. Qurol olib kelsak bo'lardi. Qurolni nima qilasan? Axir uni o'ldira olmaymiz. O'zing ayting-ku, kimdir otgandi uni deb. Ha, meni qutqargan odam otgandi, lekin u o'lmagan ekanda. Ha-da, bo'ldi, bu yerdan ketishimiz kerak. Hamma narsalarni oldikmi? Shtir ovozlar. Yonginangizda shtir ovozlar. Jurnalistni endi nima qilamiz? Yonginamizda shtir ovozlar. Ha, bu yomon. Qishloqni tezroq tark etmasak bo'lmaydi shekilli. Ha, ketdik. Bo'ldi. Qani
Tushunursin, bu yerdan suv yomon sovuq ekan kechasi. Shu-da, davay ketdik, sen qolib ketmasang bo'lgani. Shoshma. Yoma-yo qolib ketyapti. Davay tezroq. Bo'lyapman, men tashlab ketmayman, shunchaki qo'rqyapman. G'alati odamlarning qadam tovushlari. Jinursin, qochdik, kimlarning qadam tovushlari? G'alati odamlar, davay. Jinursin, bo'ldi, chiqib oldik. Xo'sh, yaxshi. Kimlardir kuzatib turibdi. Bizni kimdir kuzatyapti menimcha. Qochdik bu yerdan. Buncha qochdiklaversam, men ham qochishga harakat qilyapman. Tak, o'rmon qaysi tarafdan chiqish edi? Shu yerdan. Axir uzoqqa ketib qoldik biz qishloqdan. Endi qanday qilib qaytamiz? Bilmasam, men ham hayronman. Davay, mana bu yerdan o'rmon ichidan kesishga to'g'ri keladi shekilli. Juda ham qiyin ahvoldamiz. Davay, bo'la qol. Hozir bo'ldi, his qilyapman. Qishloq, mana qishloq. Qoyil, qishloq aurasi. Non hidi, fermalar. To'g'ri, davay ketdik. Qani, oppa. Tushunursin, tak, sekin. Shon orqada qolib ketdi ovozlar. Tak, menimcha Shon orqada qolib ketdi. Shon, shu yerdamisan? Tushunursin, endi nima bo'ladi? Bu yerdan ketishimiz kerak. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi, tezroq. Shon, bo'la qol, seni kutyapman, Shon. Tushunursin, politsiya chaqirmasam bo'lmaydi. Militsiya, bizga yordam kerak. Qishloqlik odamlar, yordam beringlar bizga. Do'stim yo'qoldi, axir.